Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi bolam? Yana nimalar qilyotibsiz? Hech tinch o'tirmaysiz. Voy endi achchiq sezon qilib qo'ydi. Otdim bitta yashil pomidor olibdim. Yopib bo'ldim уже. Shunaqa bonkalar yopib olasiz-da, keyin kechqurun o'g'lingiz kelganda mazam bo'lmayapti deb o'tirasiz. Nima gap eshittirib. Voy bolam, men unaqa deysiz. Unaqa kasal bo'lib yotib olmayman. Hozir hech kim bonka yopmayapti uyda. Ey xudo. Voy tavba. Voy sen ham yomonsan. Voy Alloh o'zing insof bergin hozirgi kelinlarga. Allo. Ha, ona, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bugun umuman telefon qilmadingizlar menga. Men ham hozir keldim ishdan. Yaxshimisiz? Voy bolam, bizim kuni bilan bugun bonka yopdik. Yaxshi ham kelinim bor ekan, baraka topsin. Oyijon sizdan o'g'ring, o'zim hammasini qilib qo'yaman deb hammasini qilib berdilar. Allohga ming qadar shukr, aqlli, hushli kelinim borligi. Mayli, oyim unda. Siz ishinglarni qilaveringlar, mayli. Keyin yana gaplashamiz. Kechqurun telefon qilaman. Men qanaqa kelin bo'ldimi? Qaynonam bilan hurmatli kelinlar, qaynona oyijoningizni ham o'z onangizdek yaxshi ko'rsangiz, qaynona ham sizni qizdek yaxshi ko'radi.